Bugün Lat, Uzza, Manat namlı but yoktur. Bugün şehvet, havai heves, atalmış erkinlikten ibaret perde arkasına uyuşturulgan butlar mevcuttur. İslamiyet'ten burun Araplar butlarga çokunup kelgendir. Aynı vakitte Kabe Şerif'nin atrafında 360 but koyulgan bulup, ularning her biri okşumagan küllerde, okşumagan kişiler tarafından xilma-xil usullar bilan ibadat kılınatdı ve çokunlatdı. Mekke Mükerrem Peygamber Aleyhisselam tarafından fatih kılınıştan ilgiri butperestlik bilan dağınık bulup, butperestlikning merkezi hisoblanatdı. Başka şehir ve devletlerden her yili şu butlarga ibadat kılış için nurgulluğan kişiler Mekke'ye kilişetti. Çünkü şu zamandaki kişiler alayda çoğun bildiğin butlarının hemmisi şu yerdeydi. Hicretning 9-yili Mübarek Ramazan ayının 23 günü, yani tarihteki bugünde musulmonlarning zaferlaridan biri bo'lgan kun bo'lib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Sufyan ibn Harb ve Mughira ibn Shu'ba qatorli sahabalarni şu butlarning eng cho'ngi hisoblanadigan Lat ismli butni chiqib tashlashga avatgan edi. Aynı zamanda butlar ana shundoq o'rni ve shakli nihoyatda aniq bo'lib, u ya taşdan, yoki yog'ochdan va yoki boshqa turli narsalardan yasalatdi. Payg'ambar alayhissalom ularni chiqib tashlagandan keyin ularning xalq orasidagi ta'siri va asri tamoman yo'qoldi. But degan chig'imizda Lat, Uzza, Manat va undan boshqa tilga ilingan, kishilar uning narsalarni ko'ydirib va qurbonlik qilib ta'zim qildigan butlar kallamizga keladi. Ammo u butlarni Rasululloh alayhisolatu vassalam chiqib tashildi. Ammo kunimizdagi butlarcha ular yo'qoldimi yoki hali ham mavjudmi? Bununla cevap verişten ilgili but degan nima degan savolga cevap verish to'g'ri keladi. But deganimizda Allohning o'rniga qo'yib, agishildigan har qanday narsa ko'z tutildi. Bundan 14 asr burun butlar toshdan, yog'ochdan va boshqa narsalardan yasalgan bo'lsa, bugun dabdabilik fikrlardan, erkinlik nomidagi safsatlardan, puldan, huquqdan, rahat parag'atdan yasalyotdi. Kishilarga nima uchun bunday qilsan desa, ko'nglim shunda xolayotdi deyishdi. Va har qanday xato gapni qilib, bu meni fikr qilish erkinlikim deyishdi. O'zini musulmon avlod hisoblaydiganlardan, seni bu yurish-turishing, harakatlaring dinimizga xilof emasmi desa, bu mening o'zimning ishi, hech kim olisholmaydi deyishdi. Demak, ayni zamanda toshga, yog'ochga agishilgan bo'lsa, bugun o'zining havo havasiga agishidi. Olimlar insonni chahar paylardan farqlantirib, inson aql hayvondir deyishdi. Ot, kala, eshaklar aqldan iborat ne'matga erishalmagachga, xolg'an yerda xolg'an harakatini qiladi. Agar insonmi havo havasiga agishib xolg'anni qiladi ekan, hayvon atalg'isining yana bir tarafi bo'lgan chahar paylardan farq qilmaydi. Bugun Lat, Uzza, Manat nomli but yo'qdir. Bugun shahvat, havo havas, atalmış erkinlikten ibaret perde arkasına uyuşturulgan butlar mevcuttur. İslam tarihiga qarasak, Peygamber aleyhisselamga qattiq azar bergan, o'lganga qadar payg'ambarimizga qarshi turgan Abu Lahabni uchirtimiz. Abu Lahabning deydigani shuki, butlarimizni inkor qilma deydi. Abu Lahabga uning havoyi havasi bir toshga shunda bir muhabbat bog'latdiki, eng katta mo'jizalar bilan kelgan payg'ambarga qarshi turdi. Demak, Lat, Manat, Uzzalardek cho'ng marazlar payg'ambarimiz zamonida ketgan bo'lsa-mu, ammo shu maraz kasalning mikroblari bo'lgan havo havas inson bolasiga agishib yurdi. Alloh taolo odam otimizni yaratib, butun farishtalarga uningga hurmat sajda qilinglar deganida, shaytonning boshqasi amirga bo'ysundi. Shaytondan nima uchun sajda qilmaganlik haqida so'ralganda, meningda kuchlik birisi shu to'polaydan yaratilgan biriga sajda qilamdi dedi va jannatdan qo'g'ilib kafir bo'ldi. Yuqorqi misollardan shunisi oydin bo'ladiki, havo havas hech qachon bizni Rabbimizga yaqin qilmaydi va uningga agashgan kishini to'g'ri yo'lga boshlay olmaydi. Bizni Rabbimizdan va uning rahmatidan, islomimizdan yiroqlashtirgan har qanday narsa bugunning pardozlangan butlardir. Oxirida ulug' Rabbimizdan bu oyda qilgan ibodatlarimizni qabul qilishini, bizlarni bu oydagi ulug' kecha bo'lgan Qadr kechasiga uchrashtirishini so'raymiz. Amin.